Hammamiz biladigan Aladdin multfilmida Jafar degan negativ yomon obraz bor. Xuddi shu bilan bitta qiziq voqea bo'lgan va buni menejmentda kompleks Jafar deyiladi. Ya'ni Jafar kompleks deb atashadi. Unga ko'ra bir kuni Jafar o'sha bir qop tillasi bilan suvda cho'kayotgan bo'ladi. Odamlar unga tillalaring tashlab yuborsang suvga yoki bizga bersang tezroq chiqib ketasan, yordam beramiz deyshadi. Jafar tillalar bermaydi. O'sha yerda olomonda orasidan bir kishi yugurib keladi degan. Bu Jafar bo'lsa qarindosh urug'iga yaqinlariga bermagan tillani sizlarga beradimi? Undan ko'ra qo'ling ber deb qo'ldan tortib olib, uni suvdan chiqarib oladi. Jafar xursandligidan taqdirlamoqchi bo'ladi uni. Xaltachada tillalarga shunday qo'lini tiqadi degan. Bir siqim tillani oladi. Sovuqdami yoki xasisligidanmi qo'li qaltirab oxirida bitta tangani qoldirib beradi narigi odamga. Endi rahbarlarda ham shunga o'xshash holat bo'ladi. Reja qo'yilayotganda, maqsad qo'yilayotganda rahbar katta va'dalarni beradi. Chetga olib ketamiz, bonus pul chiqarib beramiz, lavozimingni oshiramiz, iPhone beramiz, makon beramiz, lekin odatda ish tugagandan keyin, reja bajarilgandan keyin rahbarda bu va'dalar bajarish esdan chiqib qoladi yoki umuman bajarmaydi. Natijada boyagi bitta tangani olgan xodim bunda norozi bo'ladi. Albatta ko'p holatda rahbar o'ziga aytmaydi. Xodimlar bilan birgalikda muhokama qiladi. Natijada kompaniyaning rahbari xodimlarning ko'zida imiji tushadi yoki obro'sizlanishni boshlaydi. Shuning uchun rahbar sifatida qanaqa va'da bersangiz ham bajarishingiz shart yoki umuman va'da bermaganingiz yaxshi. Sog' bo'ling.